Diqqat aholiga tarqating. Bola puli miqdori kamaytiriladi. 30% ga kamaytirilishi belgilangan. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turish uchun videorolik ostidagi podpisatsiya va like tugmalarini bosib videoroliklarimizni kuzatib borishda davom eting. Diqqat tarqating. 2025-yil 1-maydan boshlab farzandi darslarda muntazam qatnashmagan yoki uy joyining sanitariyasini yaxshilamagan oilalar uchun bola puli miqdori kamaytiriladi. Oilalar tomonidan ijtimoiy shartnoma shartlari bajarilmagan taqdirda bolalar uchun nafaqa va moddiy yordam miqdori mahalla yettiligining qarori asosida 30% gacha kamaytirilishi belgilandi. Ota-onalarga yuborib qo'ying aziz tomoshabinlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.